Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun o'rtoqlar. Boya bitta video qo'ygandim. Central Aziya bo'yicha juda katta shov-shuv bo'lib ketib qoldi. Ko'rgan bo'lsanglar, kecha Asiyada Edil Singul g'alaba qozondi va shu paytda Xotanbek Boynazarov shu yerda edi va bunga bu jangga katta qiziqish bildirdik. Ba'zi bir negativ yozayotganlarning diqqatiga bu yerda negativ yozmaydi, chunki bu sportning interes, bu unaqa qo'radi, yutib yoradi, bo'sh qo'radi. Bu jang bo'lish bo'lmasligi hali noma'lum. Biz kecha Marat menejer bilan ham gaplashdik bu to'g'risida. Asiyada kontrakt bor. Agar Asiya xo'p desa, misol uchun Manguligida tashkil qilish niyatimiz bor. Ikkalovi bir-biriga munosib raqib. Faqatgina sportning interes, bu yerda Qirg'iziston eli do'stlarimiz, birodarlarimiz, ularni hurmat qilamiz, ular bizani hurmat qiladi. Hech qanaqa bir-biriga bo'lgan yomon munosabat yo'q. Do'stona sportning interes deb qabul qilishimiz kerak.